Assalomu alaykum har sektorlar. Xo'p, Revitda asosan umumiy 90% mana shu problema bo'ladigan muammoli masalalarga yechim beradigan 3 ta moment bor. Birinchisini aytib o'taman. Bu stadiya возведения, ya'ni mana shu proyektning stadiyasi, ya'ni holati. Xo'p, bu yerda stadiyasi hozir proyektnida turibdi, ya'ni proyekt bot o'zbekchasi tushuntirganda. Buni suvshiga o'tkazsanglar, mana sushi, ya'ni o'zining nomi bilan mavjud. Hozirgi bori ma'lum bu narsa bo'ladi, bor narsa. Hozirgi momentiga holati mana bu. Proyektniga o'tkazsak, mana proyekt bo'layotganligi holatini ko'rsatadi. Bu yerda qanaqa muammo bo'ladi? Ko'pincha ba'zi bir narsalar Revitda har bitta obyektni, har bitta anaqani qo'yayotganda, geometriyani yoki modelni nimadir ish bajarayotganda uni stadiyasi bo'ladi har bitta narsani. Agar o'sha stadiyasi o'zgarib qolsa, qo'yayotganingizda o'zi avtomatik o'zgarib qoladi. Mana misol uchun bu proyektni, xo'p, buni ishlataman desak, mana devorimiz avtomatik proyektni tushdi, chunki shablonda shunaqa уже настройка qilingan. Demoqchiman, bittaman bu plan misolida ko'rsatyapman. Boshqa plan misolida ham, boshqa ishlarda ham nima ish qilayotgan bo'lsangiz, agar stadiyasini tekshirmasangiz, bu ko'rinmay qolishi mumkin. Oddiy misol qilib aytaman. Mana misol uchun buni oddiy misol qilib biz sushi qo'ysak, bu yerda ko'rinmay qoladi. Xo'p, buni qanaqa qilib sushi proyektni nimaga bunaqa o'zgaradi degan savolga keyingi videoda xudo xolisa javob beraman. Asosan 3 ta narsa bor Revitda problemani, muammoga yechim bo'ladigan. Birinchisi stadiyasi, ikkinchisi shablon filtri, uchinchisi sekushi diapazon. Sekushi diapazon ham juda katta bir xil rolini oladi. Filtrda ham o'z ichida nimalardir nimalardir mumkin emas qilingan bo'lishi mumkin. Unda ko'rinmay qolishi mumkin. Va stadiyasida ham tekshirib o'tish kerak. Bunda ham ko'p narsa qolib ketgan bo'ladi. E'tiboringiz uchun rahmat. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.